Men odamlarni kuzatdim-da, ular ovqatni yeyish uchun emas, yetmay qolmasin deb pishirar ekan. Och bo'lgani uchunmi? Yo'q, zerikkanda, xafa bo'lganda, stressda, lekin ochlik eng kam uchraydigan sabab ekan ovqatlanishga. Ularning orasida dieta qilaman deganlari ham bor. Ular nima yeydi? Hammasini, faqat oz-ozdan va 5 marta. Dieta qiladiganlar uchun eng opasniy joy qayer? Yasatilgan stol, u yerda iroda butkul o'ladi. Odamlar mehmonga borar ekanda, qorni to'q bo'lsa ham mezbon majburan ovqat yedirar ekan. Nega majburan? Chunki yo'q deyish hurmatsizlik, oshqozon bu yerda fikr bildira olmaydi. Odam qorni to'ysa ham yeyverar ekan. Nega unaqa? Chunki ovqat qolib ketsa bo'lmas ekan, undan keyin hech kim yemas ekan, tashlab yuborish gunoh. O'shanga o'zini qiynab yeb qo'yar ekan. Maymunlar ham shunaqami? Yo'q, biz to'xtashni bilamiz, odamlar esa faqat tugatishni bilar ekan. Bular nima? Bu odamlarning yangi yildagi kutilgan taomi norin. Bu go'shti, oldindagi xamiri va o'rtadagi kulchato'y. Riksus tog'ora markazida shu norin mahsulotlarini alohida qilib ham sotishar ekan. Qani men ham bir yeb ko'rib, o'zim bir odam his qilib ko'raychi. Sen odam bo'lmaysan baribir.